Assalomu alaykum hammaga. Bugun ajoyib bo'ldi. 3 ta lobbi o'ynadik. Uchala lobbini ham bitta videoga joylashga harakat qildim. Qani ketdik. Mana shu konteynerlar orqasi mana joyim bo'ldi. Bir yaxshi ochib qo'ygandim. Keyin chiqdim va o'lib qoldim. O'yin ajoyib katta, sheriklar ajoyib o'ynadi va yutib qo'ydik. Ikkinchi lobbimiz M24 ta bo'ldi. Yaxshi o'ynashga harakat qildim. Bosh aylanib qo'ygan qo'yga o'shqab u yoqdan bu yoqqa yurib o'lib qolaverdim. Tan olish kerak-da, o'zi botcha bo'lsam, bot bo'lsa ham bot Pro Max'miz. Mana shunaqa 3 kishining orasiga kirib ekan. Vaqtlarim bo'ldi va o'yin tugadi. Mana bu 3-lobbimiz vahshiy dahshatga skaboratkada. Mana shunaqasiga o'ynadik, birov. Kim nima, kimni uryapti? Mana shu talpa tushunarsiz. Lekin ajoyib bo'ldi lobbi. Sheriklar ham ajoyib o'ynashdi. Hamma bir-birini ko'lab yurdi. Kesam, deb. Mana shunday o'lib ketgan vaqtlarim bo'ldi, o'ldirgan vaqtlarim bo'ldi. Sherigimni ham ko'lab urib yurdim ba'zida. Adashib ketdim. Meni urmay? Shunaqa voqealar ham bo'ldi. Hammaga rahmat. Erim men shu joygacha tomosha qilganligiga thank you.